juvon, o'chir ovozingni. Kim aytdi senga buni? Aytishdi. O'zimni qulog'imga aytishdi. Odamlari. Bilib olaman hammasini bilib olaman o'zim. Oyijon, endi gapimga ishongandirsiz. Ko'rib qo'ying o'g'lingiz qanaqa bo'lib qo'yganlarini. Har kuni shu gapni qaytaradilar. Meni xiyonatkorga chiqazadilar. Oyijon, ayting ularga nima bo'lganlar? Gapirsangiz chiroyi nega indamaysiz menga? Hech narsa bo'lmagan jon bolam. O'zim o'rgilay. Faqat bolam ozgina charchabdi. Dam olsa o'tib ketadi. Charchagan odam bunaqa qilmaydi-ku, oyi. Bo'lmasin. Nimani bilasan? Bu bola meniki emas. Ohadir! Nima bo'ldi? Nimalar deyapsan? Dadasi, o'zingiz bo'lsang hech narsa bo'lgani yo'q. Bolam biroz charchabdi-da, shunga achchiq qilyapti. Hech narsa bo'lmaganga o'xshamayapti. Sen mendan bir narsani yashirib yuribsan. Dadajon, sizda xabaringiz yo'qmi? Sevinch, Nimadan? dadasi, To'xta, kelin gapirsin. Gapiring. Dadajon, o'g'lingizga g'alati bo'lib qolganlar. Nima deyotganlarini, nima gapirayotganlarini umuman o'zlari bilmaydilar. O'g'ling meniki emas degan gapni ushlab olganlar. Dadajon, men nima qilishim kerak ayting? Meni kuchim yetmayapti.